Xabarsiz o'tgan kunlarim. Abduri Mehriya. Er ovozida Firdavs Qurban, ayol ovozida Jubbir. Mazkur asar ovozliq kitob salonida ovozga ilinib, ovozliq kitob salonida tarqatildi. Boshqa qandaq turbat va salonlarning ruxsatsiz ko'chirib tarqatishiga yo'l qo'yilmaydi. Altıncı qism. Eliyar bilan ikkimiz obtuzda qistilishib yurib, kichik qovuqqa yetib keldik. Vah, bu yerning avot rastallariga qarab, xuddi o'zimni tush ko'rayotgandek his qilatdim. 2 kun burunqi to'pi uchib turadigan mahallamdan biroqla bugungi bu avot bozorda yurgunimga ishonolmayotdim. Qo'llariga har xil kiyim-kechaklarni elib, hadab xaridor chaqirayotgan do'kondorlarning qo'shaq qaytib yumoristik to'lashlari. Do'konlarda ratlik esilgan pozor kiyim-kechaklarning jiqlig'idan ko'zlarim oli-chekman bo'lib, hadab uyoq bu yoqqa hayronlikda qaraydim. Oyiqqa uzilmay kirib chiqayotgan xaridorlarga, tag'ar-tag'arlab yulib mengayotgan mol to'shig'uchilarga qarab, bu yerni haqiqatanmi suvda dengiziga o'xshatdim. Eliyar mendiki bu hayronchiliklarni sezib, miyiqida kulib qo'yatdi. Ham menga birdan-bir tushuntirib mang'atdi. Raq bozori, oyoq bozori, balalar kiyim-kechak bozori, yoshlar ham yashanganlar kiyim-kechak bozori, ish kiyim, girim buyumlari, karvat buyumlari, aytovur, turmushga lozimliq hamma narsani bu yerdan setib olg'ili bo'ladiganligini so'zlab berdi. Biz uda 3 kun bu yerni aylanib xizmat istadik. Nurg'un do'kondorlar mening xanzo tilini yaxshi so'zlayolmaydiganligimni bilib, beshini chayqashdi. Ammo Eliyar menga umidsizlanmaslik to'g'risida tasalli berdi. 3 kuni kechda yerib ichib yotoqqa qaytib keldik. Bu 3 kun jarayonida Eliyar meni deb idorasidan opamni doktorga tekshiratmoqchi deb ruxsat so'ragan edi. Endi yana uni avvar qilishni loyiq ko'rmadim. Shunga Eliyar, endi bo'ldi, sen at ishingga chiqqin. Qaraganda menga u yerdan xizmat tepish mumkin bo'lmaydigandek qiladi. Menda mundaq bir xiyol bor. Bu necha kundan ikkimiz tomoq yegiga kirgan yiliq oshxona bor-ku, shu yerdagi ishki oshxonaga at kirib boqay. Qochquchi yeydigan odam kerakmi, emasmi? U oshxonada qarab baqsam mulozimmi yetishmaydi ekan. Tushdiki bosboschilikni senmi ko'rding? Shunga at o'zimni berib xo'jayin bilan so'zlashib boqay. Yo'llarni xilib bilib oldim. Shunga mendan ansirmisangmi bo'ladi? Yo'q gulim, ati yana bir kun sen bilan birga borman. Menda shundoq bir tuyg'u bor. Ati cho'qim xizmat topa olamiz. Opanglarni ansirtib qo'yasanmikin? Necha kun bo'ldi ularni yenig'im bormiding? Bu qig'ining faqat bo'lmadi. Akşam yanından çıkıp berib keldim. Ansirmigan, ular bu ishlardan xabarsiz ekan. Keyin sening yinimga akribag'inimni bilsa, endi kechikdinglar. Güzel ayni apamsanglar bo'lmaydigan yerga keldi deb turib olsam, ular cho'qim ma'qul demay nima deyalaydi deysa. Ha, u aski davatgan gapni qara, kim senga tegman debdi. Sen tegmisang, men hargizim bosh qizlarga o'ylanmayman. Opamning deb yurgan gaplariga sen ishonmagan. Men olmasam kim menga tegalaydi ekan? Senden boshqasiga qalbimda o'rinmi yo'q. Bo'ldi, balduroq aramag'in. Atiyani talaysini paqayli. Faqat bo'lmaganda ondan sen degan gaplarni o'ylashamiz. Eliyar, rahmat senga. Mening amda sendan boshqa hech qanday yiqinim yo'q. Sening men qilganlaringni bu umrimda qaytaramasam, keyingi umrimda bo'lsa-mu cho'qim qaytiraman. Nerga yo'q gaplarni qilmag'ina. Sen opamdek yo'q ishlarni so'zlamay, menga ishongan go'zalay. Men qilaman deganni qildigan odam. Bo'ldi, sen men yirib charchiding. Uxlag'in gulim. Tushingda meni ko'rgin, ha? Eliyar shundoq deginicha kelib, peshonamga birni suyib qo'yib chiqib ketdi. Atsi sahardala yana shu suvda dengizida Eliyar ikkimiz paydo bo'ldik. Yengsari top tarqitish binosining 3-qavatiga amdala chiqishimizga bir qizning Eliyarni to'lig'ini bilan qadamlarimiz joyida to'xtab shu tarafga burildik. Aldımızda zilva bo'yliq, moda kiyinib olgan bir qiz kulimsirab turardi.
ular ko'rishibla qizg'in paranglashib ketdi. Bu qizning mijozi shundoq ochiq bo'lib, xuddi mening uzun yillik do'stimdekla men bilan quchoqlashib ko'rishib, bir muncha chaqchaqlarni qilib edi. Xijilliqimda beshimni yerdan ololmayli qoldim. Aslida bu qiz dal men yetayotgan karvatning egisi, ya'ni Eliyarning saboqdishi Rana bo'lib, bugun u dam olgan bo'lg'achqa bu yerga kiyim-kechak setib olg'ili kelgan ekan. Eliyarmu bizning bu yerga kelish muddaimizni degan edi. U bizni bir do'konga boshlab bordi. Ham xo'jayin bilan birdan paranglashibla ishning bitganligini degandi. Quloqlarimga ishonolmayla qoldim. Aslida Rana bu do'konning doimli xaridori ham do'kon xo'jayini ularning tam qo'shnisi bo'lg'ach, Rananing bu do'stim Xanzuchini yaxshi so'zlaganmagan bilan bek oyiqchaqon qiz. Yana kelib bu yerga Janubiy Shinjongdan keladigan xaridorlar Xanzuchini tushunib ketolmaydi. Mana Güzalayning bo'lg'ini dal sodandagi bu bo'shliqni to'ldirdi. Deyishi bilan u qoyil bo'lgan ekan. Men xo'shalliqimda Rananing yeniga berib, uni ching'ida quchoqlab ketdim. Ko'zlarimdan hayajondan to'kilayotgan yoshlarimni ulardan har qancha qilibmi yoshirib ololmaydim. Kishi umidsiz ahvolda qolganda yordam qilib chiqish yo'li ko'rsatib bergan kishiga nisbatan odamda bir xil hurmat tuyg'usi bo'ladi ekan. Shundan beri Ranani xuddi Eliyardan qolsila mening nijotkorim hisoblaydigan bo'lib qoldim. U to'limi chiqishqoq, kishining ko'nglini oyaydigan ochiq yo'ri qiz ekan. Menga qizlarning shaharga loyiq yurish-turish jihatda ham kishilar bilan bo'lgan muomalalarda nimalarga diqqat qilish kerakligi to'g'risida so'zlab, xaridorlarni hurmatlash bilan birga ho'shiyor bo'lish to'g'riliqmi, nurg'un pulga setib olg'usiz bilimlarni so'zlab berdi. Do'kon xo'jayini Fan Acham garchi Xanzu yo'ldosh bo'lg'ini bilan Uyg'urchani ravon so'zlay olmasimi, yama qilib so'zlay olaydi. Men ishqa shu kuni tushib ketgan edim. Dastlabki 2 kun sal tortinib, toza echil olmadim. Ammo Rananing so'zlarini anglagandan keyin tortinishni qayirib qo'yibla, do'kon oldidan o'tgan xaridorlarni chaqirib, ularga mallarning yaxshiligini to'xtamay maqtaydigan bo'ldim. Shunda qilib necha kundala Qashqar, Xotan, Ko'rlidan nurg'un xaridorlarni do'konning mal zakas qiladigan cho'p qitiga aylantirdim. Bu ahvolni ko'rgan xo'jayinimmi xo'shalliqida qaysi bir kinolarning naqshillarini dimiqida g'ingshiydigan. Tushlikka yaxshiroq tamoqlarni akirib, meni ko'proq yeyishga zo'rlaydigan bo'ldi. Rananing chechanlik bilan tanishtirishidan bu do'konda ishlab eyiga 1000 yuan maosh olganimdan sirt, xo'jayin meni tushlik tamoqimni ta'minlaydigan qilib kelishgan edi. Shunga bu tuyuqsiz kelgan vaqtdan to'lim rozi edim. Chunki qo'limda mo'channing sunuqi yo'qla Eliyarga agishib yurtdan chiqqandan beri butun eg'irligimni Eliyarga yuklab qo'yayotganimdan to'lim bearamchilik his qilatdim. Garchi Eliyar men uchun barliqini berishga tayyor ekanligini qayta tushundirgan bo'lsa-mu, ammo u bir praktikat o'quvchi bo'lgach, uning ahvolimi menga ayon edi. Bu cho'ng shaharda navoda yonchuqda pul bo'lmasa, ochliqdan o'lib ketsangizmi, bir kim bilan hech kori yo'qdek, hamma kishi o'z ishi bilan aldirashlaydi. Shunga necha kundan kallamda o'zib yurgan bu ansiz tumanlarmi Rananing chechan sagakligi bilan tarqab, o'zimni xeyli yenik his qiladigan bo'lib qoldim. Tushlik tamoqim yaxshi bo'lg'achqa, kechlikki Eliyarning tamoq yeb kirayli deginiga yerib qoptiman, bir narsami yegim yo'q deganni bahona qilib tamoq yeyishga unamaydim. Attigini Eliyar ishqa baldur chiqqashqa, idoraning oshxonasidan moma, manta degandek tamoqlarni yemayman deganimga unamay akirib qo'yib chiqib ketadi. Mana kunlar shundoq davomlashib, Eliyarning praktikasini to'shib, maktabiga qaytadigan kunlarimi kelib qoldi. Mushu bir oy jarayonini o'zimning hayotidagi eng baxtli ham unutilg'siz kunlarim desammi
po atqan hesaplanmaydim. Chunki ishdan tushib, Eliyar bilan qo'l tutishib, Urumchining kechlik manzarasini tomosha qilatdik. Kechda Eliyar peshonamga suyib qo'yib, yotiqiga chiqib ketsa, attigan saharda yana peshonamga suyib qo'yib, ishqa mang'atdi. Xizmatning epigimi xeylili kirib oldim. Xo'jayinim kundi kechda qo'lidagi pullarni sanab, xushalliqdan meni maqtab, hatto ba'zida 50-60 qo'y pulni bugungi mukofoting deb yonchuqimg'imi selib qo'yatdi. Men bu pullarni ushaq-tushak qizlarning turmush buyumlarini elishga ishlatatdim. Ko'nilar bir xushalliqning kaynida hamon bir qayg'u bo'ladi deb aytqanidek, Eliyarning maktabiga menishiga oz qolgan sari yotoq masalamdan g'am yeb o'ltirolmay qilib Buni Eliyarmi o'ylagan edi. Shunga u meni qandoq o'rinlashtirish ustida boshqatirayotgan oxirgi kunlarda xo'jayinimmi sangalab ketgan beshimga qarab bir ishni sezdi bo'lg'ach, Guli. U meni Guli deb chaqiratdi. Guli, biroq qiyinchiliqing bo'lsa tartinmay menga aytgin. Seni bu bir oy ishlatish jarayonida sening to'limi astoydil, tirishchan qiz ekanligingni, shundaqla to'limi oq ko'ngil ekanligingni his qildim. Ra'nadan anglasam, sen bir yetim qizkansan. Mana, menmi bir yetim. Ta mushu kungacha ota-onamning kimligini bilmayman. Shundaqdimi, tirishib yurib, mushu kunga ulashdim. To'ymi qildim. Ammo eshakka quyruq berib, mungiz bermaganidek menga farzand bermadi. Shuncha davolanibmi farzand yuzi ko'ralmadim. Xohlasang seni singlim qilib olay. Meni Xanzo yo'ldashgan deb boshqacha o'ylab qolma. Men Ra'nalar bilan xuddi bir tuqqan qarindoshlarda kirish chiqish qilamiz. Ularninkida tamoq tayyor bo'lsa, ularninkiga kiraman. Men tamoq tayyorlab, ularni chaqiraman. Bizni bir oila kishilari deysam bo'ladi. Yo'ldishimni sen ko'rib baxmading. U G'uljida tug'ilib cho'ng bo'lg'achqa Uyg'urchaga bak usta. Uning chaqchaqlarini anglaydigan bo'lsang, uchaylaring uzilib ketgidek gulisa. Bizni Jejang o'lkasining Yevu degan yerdimi do'konimiz bor. Yo'ldishim shu do'konda turib, bu yerga mol avatidi. Uningga sening gapini qilib bergaydim, u senga qoyilligini bildirib, seni ching tutishimni aytgan edi. Shunga men senga yordam qilishni chin dilimdan xohlayman. Xo'jayinimning bu so'zlaridan to'limi ta'sirlandim. Ham hayajondan "Fangacha" deganimcha uning qo'llariga esilib, yig'lab ketdim. Momam ilgari doim menga bu jahonda yaxshi odamlar ko'p. Kishi muhtojlikda qolganda beshingni silagan kishini hargiz unutmagan qizim. Senmi qo'lingdan kelishicha boshqalarga yordam qilishni, yaxshi ishlarni qilishni o'rgan, deydi. Mana bugungi xo'jayinning bu so'zlaridan bu shaharda yanala yaxshi odamlarning ko'pligini, faqat qilgan yaxshi ishlarini atrofdagilarga davron solmay, hamma ishlar o'z yo'lida bo'ladiganligini his qildim. Fang achamga yotoq masalasi to'g'risida qiyinchilikda qilayotganligimni, Eliyarning maktabiga qaytmoqchi bo'layotganini so'zlab berdim. Fang acham bu ishdan ansiramasligimni, uning bilan birga turishimni aytdi. Ammo mening sal o'ng'aysizlik his qilganimni ko'rib, yer osti uyining cho'ng ishkanligini, uni bu 2 kun jarayonida ratlab, oqartib, taq qilib, mening kuch berishimni saqlaydiganligini deb, meni xeyli xotirjam qilib qo'ydi. Bu ishdan Eliyar xabar tepib, do'konga kelib, Fang achamga rahmatini aytib, ikkimizning minnatdorligi yuzasidan uni tamoqqa taklif qildi. Tamoq yeyish jarayonida Fang acham Eliyardan ularning oila ahvollarigacha, hatto ikkimizning qandoq tunishganlarimizgacha, ota-onasining ikkimizning ishiga qandoq qaraydiganlarigacha so'rab, bizni xeyli gangirtib qo'ydi. Ang oxirida Eliyarga meni singlis qilib olganini, bundan keyin hamma ishimga ko'ngil bo'ladiganligini, hatto keyin to'yimizni o'zi bosh bo'lib qiladiganligini, Eliyarning meni bo'za qilsa qandoq jazolaydiganligini so'zlab, bizni birdam kuldirib, birdam xijil qilib, tamoqni to'limi ko'ngillik yeyishib, qaytib chiqishdik.
İliyar yo'lda kelib yetib, ota-onasining yurtga berib, mening İliyar bilan ketganimni anglab, opasining og'rib yetib qolganligini. Ammo dadasining deyishicha, opasining menga qoyil bo'lmasligining sababi faqatla mening bir yetim qiz ham xizmatimning mo yo'qligidan boshqalar oldida yuz obro'y talishibli qilayotgan ish ekanligini. Shunga dadasi İliyarga bu ishda oldirab ketmaslikni, opasiga vaqt kerakligini. Hamon bir kuni opasining qo'llashiga erisha oladiganligimizni intayin hayajon ichida so'zlab berdi. Ham Gülüm, qara av to'lnayga. dedi mening qo'limni chin siqib turib. Bizga shu to'lin ay guvoh bo'lsin. Biz cho'qim ko'zlagan nishonimizga yetalaymiz. Bilamsan, men bugun to'limi xushal. Chunki necha kundan beri san chandamig'inim bilan sendan to'limi ansirab qolgandim. Bu shaharda ya boshqa tanishing bo'lmasa, birdan bir tanishing bo'lgan Ranamo men bilan maktabga kelsa, olimaz bir ishlar yuz berib qolsa, o'z yolg'iz qandoqmi qila? Kimlarga chiroyin sarg'aytib yura, boshqalar uni bo'za qilib olarmi? Ish qilib qalamdagi bu savollar meni to'limi qiynab, tasqoga uchirib qo'ygandi. Mana bugun fangachamning gaplaridan o'zimning to'limini yiklab qolgandek, hamma ishlarimiz o'ngga tortayotgandek his qilyapman. Shunga menga cho'qim ishongin jinim. Men cho'qim seni baxtli qilishga tirishiman. Shundaqla sen o'zingga ishongin. Bu qiyinchiliklar vaqtincha. Bularni yengib ketalaydiganligimga ishonaman. Shunga hargizmi oson bel qo'yib turgan ishni qilg'uchi ham o'yliqchim bo'lmagan. Sening mush chechan ham chaqqonliging seni ko'zlagan manzilingga yetkazmay qo'ymaydi. Sen o'qishni to'lim orzuqlatding. Ish haqingni olganaman, unaqa kitob setib olib, oldi bilan xanzutling yaxshi o'rgangan. Ondan qolsa iqtisod o'rgan. Senda iqtisodga bo'lgan bir xil talantni his qilaman. Yesirin cho'qim meni oldimaydi. Sen hamon bir kuni mahallamizdagilarga, shundaqla opamga o'zingning qandoqligini to'ntib chiqalaysan. Ammo oldingi shart meni tashlab ketmaysan. Navori shunda qilgan bo'lsang, osmonda bo'lsang putingdan, yerda bo'lsang chichingdan tortib chiqarib olmanda, seni hech kimga bermayman. Qara askilikingni, davatgan gaplaringda o'rgilay. Menda xotirjam bo'lgan İliyar. Men endi yolg'iz qolmaydigan bo'ldim. Dildan kuyunib, egi bo'ladigan ocham bor bo'ldi. O mush minutning o'zida sen bilan ana av to'lin ay oldida o'zimni shunda baxtli hisoblayapman. Mening opangdan hech qanday og'rinishim yo'q. Chunki jahondagi barliq onalar o'z farzandining baxtini o'ylaydi. Shunga opangmi bularning sirtida emas. Men cho'qim sen degandek, sen maktabga ketgandan keyingi kunlarimni o'rganish bilan o'tkazaman. Shundoq qilmasam, meni ko'zlarimga asir bo'lib olgan, kallamdan daqiqami chiqmaydigan bangvash İliyarni siyg'inib, michildab o'ltirsam qamlashmas. Men sana ham o'zimga ishonaman. Sensiz bu dunyo menga qorong'u ham ma'nisiz. Ikkimiz daryoning ikki qirg'og'ida turyapmiz. Ammo ishonchim komil, men cho'qim bu daryodan qo'lvoqsiz uzib, yiningga boraman. Andan qo'l tutishib, ko'zlagan manzilga birga boramiz. Men shundoq deganimcha İliyarning bo'yniga gara soldim. U meni chin quchoqlab oldi. To'lin ay bizdan xijil bo'ldi bo'lg'ay, asta-asta o'zini bulutlar orasiga atdi. Qadrlik anglovchilar, Mehriyaning Ersiz o'tgan kunlarim nomli hikoyasining 6 qismi bugun mushu yerda tamom. Güzel ay bilan İliyarning bundan keyingi muhabbat safariga yana qandoq egir to'qayliqlar yo'shiringandi. Asarning davomi qiziqsanglar, diqqatinglar davomliq ovozli kitob salonimizning bundan keyingi mazmunlarida bo'lsin.